necha makka silosi urilgan dalamiz. Yana bir narsaga, eng muhim narsaga e'tibor berishimiz kerak. Ko'rayotgan bo'lsanglar, urilgan poyani qaranglar. Kamida 35-30 sm bo'lishi kerak balandlikda. Biznikilar yerlatib o'rasiz. Mana shu holatda mana bu o'ta qattiq joy bo'ladi. Bu yer bilasizlar, mana umuman keraksizda bu yer, bu poya. Va shuning uchun kamida 35 sm tepadan. Keyin ikkinchidan axlat o'zi bilan olib chiqadi. Bu yerdan uradigan bo'lsangiz, past joydan uradigan bo'lsangiz. Mana butun dalani ko'rayotgan bo'lsanglar, kamida 30 sm qolgan holatida. Endi bu energiya, qo'shimcha energiya talab qiladi. Sababi bitta poyada bitta dumbil bo'ladi. O'sha dumbil shu makka silosini energiya qiymatini bildirib beradi. Yana bunga qo'shimcha bu qattiq joy, bu hazm bo'lmaydi tanada, hayvonda. Bu sizga qo'shimcha xarajat olib keladi. Bu yana qo'shimcha energiya talab qiladi va aytilgan makka silosingiz yuqori energiyaga boy bo'lmaydi.